Bu dostumuz bu zeytun Kenyanınki zeytun meteoritini satmoqchikan, pul lozim bo'lib qilib burun olgan ekan. Shuningga shu olgan bahasi bo'yicha men o'tinib berdi qaranglar. Bu zeytun meteorit Kenya ganlan yumushi degan shu. Bu ichki qismi kesma yuzi. Buni kesgandan keyin ma sirti qaranglar, yo'lga o'xshash, suvga o'xshash bir narsa turadi. Bu sirtiga qoplangan qo'g'dash qivti. Bir qavat qo'g'dash yelimi chopilib etimiz. Nimishqa desanglar, mau temir bo'lg'achqa suv yoki boshqa narsalar tegib ketsa, istiqdotlashib qoladi. Mana sirtqi holati qaranglar. Sirtqi holati intayin set bir temir bilan toshning aralashgan qismi shuningga dotlashadi, temir aralashgan bo'lg'achqa. Endi bu zeytun meteoritning so'zishimdagi sabab bizning mush diyorimizda mushunda zeytun meteoritlar chiqdi do'stlar. Şunun dikkat qilinglar. Ko'pincha do'stlarimiz ma sirtqi holatiga meyalarga qarablan va bu eski tashkin, siz tashkin pul alamte buni deb tashlatganlar bor. Ma meteoritni pulga oladi, tepinglar, ekilib bizga setinglar desak, yigil olamte nima qiladi uni? Ele deydigan manda kishilarmi bor? Sizlarga ma meteoritni ilinglar demayapman. Tip bilip qalsanglar, ekilip setinglar, men yuqur asam, men setinglar, meningdan yuqur aldıganlar bilip qalsa, shularga setinglar, faydalaninglar demekçi. Meni ko'rib tonib demekçi do'stlar. Shuningga qo'linglarda manda meteoritlar bo'lsa, mavo Kenyaniki, Afrikaniki, lekin bizning diyorimizdan bu chiqdi mandalar ya. Chiqsa ajoyib chiroyli chiqqanlar bor. Shuningga menda narsalarga diqqat qilinglar, qo'linglardagi munda tashlab bo'lib qalsa, gumonliq tashlab bo'lib qolsa, sirtqi holati qaranglar. Siz eski tashlar, lekin ichki qismi mana zeytun meteorit holatida chiqdi kesgandan keyin. Endi tashlab bo'lib qolsa, inkas rayoniga avat qo'yinglar, gumonliqlar bo'lib qolsa, udul Urumchiga elib kelsanglar, do'konda bozorda kompyuterni uribdan tekshirib ko'rib baqsak bo'ladi. Nurg'un do'stlarimiz zeytun meteoritni tash deb ayliqqa tash aralashgan deb bilib olsizlar. Bu temir bilan zeytun sirib tug'ini tash temir bilan mushning aralashma holatida chiqdi do'stlar. Meni yaxshi ko'rib olinglar. Hergiz men sizlarga elinglar dedim. Men hozir oldim, meni zakalat urib oldim. Qolgan pulini ati o'rganishida urpirma. Mushunda tashlab bo'lib qolsa, yana olamiz. Bahsi muvafiq bo'lsa, chunki mening bahsi intayin muvafiq. Men olsam, necha kundan keyin satsam yana foyda chiqadi degan gap. Eldan elga nab. Siz paydan hemen üzem alıtım desanız ama emas. Sizden 4 ko'q alsak 5 ko'q satarlıqdek bo'lib qalsak, eleverimiz do'stlar. So'di degan shu. Tashlab bo'lib qalsa, inkas rayoniga avas sanglar bo'ldi. Men qo'shmagan do'stlar qo'shib olgandan keyin yurak berib saqlab bilib